Mahallangizga boramiz loyihasida keyingi manzil Samarqand viloyati. Mahalla idorasi ancha uzoqdami? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz o'zimizni tanishtirmadik. Hammasida emas, dangasalari ham bor. Uni ochib ketish kerak. Siz yuribsizmi? Rostdanmi? Mana bu ko'cha asfalt qilinmagan ekan-a? Qachon bo'ladi? Dasturda bor. Peshobod tuzish kerak menimcha. Stadionni to'g'risiga hech bo'lmasa. Savol berib nima qilasan? Futbol yutdi-ku, bo'ldi endi hammasi yaxshi bo'ladi deb qilaman. Bizni kuzatishda davom eting. Biz Samarqandga yo'l oldik. Mana yetib ham keldik. Eng qiziq joyi ertaga biz qaysi mahallaga boramiz, qaysi manzilda bo'lamiz, kimlar bilan tanishamiz, kimlar bilan suhbatlashamiz bilmaymiz. Va sayohatning eng qiziq joyi ham shu. Men uchun shaxsan, siz uchun-chi? Farruh? Albatta. Juda ham charchadim. Bilindi, sezildi. Biz kameralarga ham muhrladik. Uxlab qolganingizni o'tirgan joyda. Xohlasa ko'ramiz. Tong otsa hammasini bilib olasan deydi-ku. Yo'limizdan chiqqan birinchi mahallaga kirib odamlar bilan suhbatlashamiz. Bilasizmi qayerdamiz? Samarqand viloyati markazidan ancha uzoqda bo'lgan Oqdaryo hududidamiz, ya'ni Oqdaryo tumanidamiz va bu yerda mana ko'zimiz tushdi, Yangiobod mahalla fuqarolar yig'ini bor ekan, aynan yo'l ustida. Hozir taksi bilan keta turib ko'zimiz tushib qoldi. Endi mana shu mahalla hududiga kiramiz birgalikda. Ko'raylikchi mahalladagilarning kayfiyati qanday ekan. Farruh, ketdik. Birgalikda hozir borib, yetkazlik bilan mahallani tanishamiz. Mahalla idorasi qayerda ekan-a? Odamlardan so'raymiz. Mahalla idorasi ancha uzoqdami? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qancha yurishimiz kerak? 1,5 kilometr. 1,5 kilometr. Mashinada borganmiz. Mashinada ketganimiz yaxshi. Mashinaga chiqib oldik. 1,5 kilometr yurishimiz kerak ekan. Hozir katta ko'cha bo'ylab mahalla tomon ketmoqdamiz. Yetib keldik. Mahalla idorasiga kirib boramiz. Bu tomonda joylashgan ekan. Mashinalar ko'p, nimagadir. Oqdaryo tumani ixtisoslashtirilgan maktab. Ha. Demak, bu reklama ekan. Bu yoqda Ko'chat yetkazib beruvchilar, urug' yetkazib beruvchilar, biriktirilgan eksportyor korxonalar. Ha. Demak, qishloq xo'jaligi yaxshigina rivojlangan mahallada va urug' yetkazib beradigan, ko'chat yetkazib beruvchilar, biriktirilgan eksportyorlar hammasi ro'yxat shakllantirilgan ekan. Telefon raqamlarigacha borib qoyil qoldim. Xohlagan odam kelib, ko'rib, muloqot raqamlarini olib, bemalol telefon qilib foydalansa bo'ladi. Assalomu alaykum. Demak, xotin-qizlar faolini xonasi. Assalomu alaykum. Mahalla raisi bilan keyinroq gaplashamiz. Sizmi? Xotin-qizlar faoli? Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Mahallada qancha xotin-qiz yashaydi endi bu yerda? Mahallada 6500 aholimiz bor. Shundan 3164 tamiz xotin-qizlar tashkil, 10 yoshdan 100 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlarni tashkil qiladi. Biz o'zimizni tanishtirmadik. Men Shohsanamman, hamkasbim Farruh. Maylimi, mahallada ayollar bilan birgalikda yurib, suhbatlashib, xonadonlarga borib, odamlar bilan gaplashsak. Hamrohlik qilasizmi bizga? Albatta. Bu sizning xonangiz. Ijtimoiy xodim bilan birgalikda hozircha. Ha, siz ijtimoiy xodimsiz. Qachondan beri ishlaysiz mahallada?
Mahallada faoliyatim yo'q qolsa 1 yil bo'ldi. Yaqinda 1 yildan beri faoliyat olib boryapman. Asosan o'sha 12 ta toifa bilan ishlayman. Issiqlik qilmaydimi xona? Yo'q. Konditsioner yo'q ekan, a? Yoz oylarida qiynalmayapsizlarmi? Oyoqlar ochib shabbodada o'tirasizlar. Bu yerda ham xonalarga konditsioner yetishmas ekan. Demak, mahalla raisining xonasi ekan. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ismim Shohsanam. Maylimi, mahalla haqida ozgina siz bilan suhbatlashsak? Bizni mahallangizga boramiz loyihasidamiz. Hamkasbim Farruh bilan birgalikda sizni mahallangizni tanladik va odamlar bilan gaplashmoqchimiz. Bizga hamrohlik qila olasizmi? Albatta. Mahallada o'zi necha kishi yashaydi? Necha nafar odam yashaydi? 6560 nafar mahalla fuqarolari yashaydi. Mahalla raisi bilan suhbat cho'zilgandan cho'zildi. O'zi ham qilingan ishlar, o'zgarish va yangiliklarni bir kitob qilsa bo'lar ekan-ey. Ishlagani masalan daromad oladi. Rahmat. Demak, birgalikda chiqamiz, a? Hokim yordamchisi xonasi. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ismim Shohsanam, Farruh. Biz mahallangizga boramiz loyihasidamiz. Mahallada qachondan beri ishlaysiz hokim yordamchisi bo'lib? 2022-yil shu tashkil etilgandan beri ishlaymiz. Bundan oldin Xalqbank sistemasida ishlaganmiz. Rahbarlik lavozimlarida. Shu hokim yordamchisi tashkil etgandan keyin Tajriba katta ekan. Ha, undan ham oldin ham bor bu tajribada. Endi bank xodimi va albatta hammasi mahalla bilan hamkorlikda ishlaydi. O'sha uchun o'sha prezidentimiz ishonchini oqlaymiz deb o'sha mahallaga hokim yordamchisi bo'lib kelganmiz. Tadbirkorlik subyektlari ko'pmi mahallada? Nechta? Tadbirkorlik subyektlari hozirgi kunda 147 tani tashkil qiladi. Nechtasiga siz ko'mak berdingiz mana shu 147 tadan? Kelgan tadbirkorlarda endi uni agar bizlar bilan bog'liq masalasi bo'ladigan bo'lsa, hammasiga ko'makni beramiz uni. Hokim yordamchisini ham gapdan to'xtatish qiyin bo'ldi. Kimlar ishli bo'lgani yo'q, mahallada qanday tadbirkorliklar borligi haqida ko'p va xo'p gapirdi. Bizni esa ko'proq odamlarning kayfiyati qiziqtiryapti dedigu, mahalla xodimlari bilan birga ko'chama-ko'cha yurishga otlandik. Hokim yordamchisi esa ko'rib turganingizdek hali hamon mahalladagi ijobiy o'zgarishlar haqida gapirishdan to'xtagani yo'q. Hozir siz natijalarni aytyapsiz, raqamlarni aytyapsiz. Odamlarni o'zi bilan gaplashib, keyin bir xulosaga kelish mumkin-da. Suvdan foydalanayotgan xalq bilan birga ozgina gaplashamiz. O'sha yerdan o'zlaringiz xulosa qabul qilasiz. Tushundimki, Yangiobod aslida og'ir hududlardan biri ekan. 15 yillab ariqlarga suv kelmagan, tomorqalar qurib, odamlar yerdan daromad ola olmay qiynalayotgan ekan. Bugun esa ariq to'la suv. Keling xonadonlardan. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Mumkinmi kirsak? Bemalol. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat, yaxshi. Qo'ymadingiz, xola? Bezovta qilib qo'ydingmi? Yo'q, bezib. Bemalol. Tomorqa yashnab turibdi. Xudoga shukr. Nimalar ekkansiz endi tomorqangizga? Yegulik hamma narsa bor. Kartoshka bor, piyoz bor, sabzi bor, parnik bor, limon bor. Hattoki bog'da o'rtasiga meva chevar hammasidan bor. Mana uzumlar yaxshi, ha? Ha, uzumlarni xo'jayinim zo'r qilib parvarish qilar. Hamma narsa bor. Ishkom ham zo'r ekan. Va ishkom. Meva chevar hammasidan bor. Tomorqadagi mevalar bizni biroz emas, anchagina shoshirib qo'ydi. Har xili bor ekan shu qilib. Mevalarning har xili, har turi bor. Mahallada qanaqa yashash sharoiti? Mahalladagilar narsa yaxshi. mahallaga chiqib Faqat turasiz. shukr qilish kerak. Mahallaga chiqib turasizmi? Ishim tushsa chiqaman. Yordam berishadimi? Menga hech qanday yordam shart muhtoj emasman. Xo'jayinim ishlaydi, o'zim ishlayman. Yetilin taniysan hammasini? Ha, hammasini taniyman. Yaxshimiz, muallima, charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Olmaga maza qildim. Endi mehmonlarimiz bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Kelingizlar. Ko'rdik, hozir.
Ana shu Shu yaqindan beri yaxshi rahmat. suvlar kelib assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog' yaxshimi? Xudoga shukr. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanaqasizlar? Zo'rmisiz? Katta bo'lyapsizmi? Assalomu alaykum. Katta yigit bo'lyapsizmi? Nozi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Ismingiz nima sizni? Nozima Nozima. xon. Katta qiz bo'ling. Sizlar qanday yaxshimisiz? Mahallalarda kompot mavsumi boshlangan. Hamma meva tomorqani o'zidan chiqar. Bular уже tayyor bosishga. Eng qizig'i mahallalarda Farruh bilasizmi? Nima? Xonadon faqat o'zi uchun mehnat qilib, yozda mana shunaqa issiqlarni, mevalarni terib, kompot yopmaydi. Mehmonlarga, sizga, menga o'xshagan mehmonlar uchun O'zbek shunaqada. Qishda kelsalaringiz agar shu kompotlardan ham iste'mol qilamiz. Finali bo'lsa ham mehmon uchun ham yopadi. Ko'ryapsizmi ko'pligini? Bu hali holvasi. Endi boshlandi mavsum. Xola, bu yoqqa lablarga ekibsiz-a? Shuncha ekinlarning ichidan shuni tanlab. Nima uchun? Bargidan hamma narsa qilib yeyish mumkin. Mana shunday zo'r bo'ladi-da. Somsa deysizmi, xonim deysizmi? Juda hamda kesib qilib bersinmi? Bittasi. Rahmat. Shunchalik ajoyib bu narsa yesangiz, Bichak qilsa bo'ladi. Xoni qilsa bo'ladi. Lavlagini Lavlagini yoqib. juda ham zo'r bo'ladi. Shunday mazali narsa bo'ladi-da, undan shunday tayyorlasa. Shaxsan men tashlab yubormaysiz, eshitdingizmi? qoyil. Rostdan birinchi marta eshitishimiz. Shunaqa. Shu mana ariqqa suv kelib qoldi yaqindan beri shu hamma narsa zo'r bo'lib yotibdi. Mahalladagilarni taniysizmi? Mahalla raisi. Hammasini hokimlarimiz. taniymiz. Bu xonadonda ham tomorqaning gullab yashnab turganini shunchaki super deyish mumkin. Ne'matni yo'q bo'lsagina qadriga yetasan deyshadi-ku. Ayni shu mahallaga tegishli-da bu gap. Atasi ekan bolalar. Bolalar o'tib qaytarkan, yo'l katta, qatnov ko'p ekan. Menimcha o'sha yerga yo'lni o'yish uchun peshobod chizish kerak menimcha. Stadionni to'g'risiga hech bo'lmasa. Chunki hozir bu yerda bolalar yugurib o'ynagandan keyin qarang, Taklif berilgan. peshobod chizish. Hozir qarang, bu yerda bolalar o'tib qaytyapti. Peshxod piyolalar o'tish yo'lakchasi Yerdagina qarang, stadionga o'tib qaytsa. Peshobotimiz radarimiz ham bor mana. Radar ham qo'ying. Peshobotimiz ham radarimiz ham bor. Vasamiz ham bor. O'shani men bu bolalar Bu tomonga o'tiladigan joylar bo'ladi, masalan, stadion. Tuzilgan. O'sha tarafga chizish kerak. Mayli, uni ham tashkil qilamiz albatta. ha, olamiz, keling. Uni ham tashkil qilamiz. Mana bu ko'cha asfalt qilinmagan ekan-a? Qachon bo'ladi? Dasturda bor. Xudo xolasa hammasini o'chirib qo'yganmiz. Mahallamiz oxiriga tushgan-ku. O'sha stolbasi, tepasi, bashniyasi, ishimiz suv 5 ishimiz suv bashniyasi tushgan. 15 kilometr asfaltimiz tushgan. Hammasi o'lchangan, tayyorlangan. Nasib qilsa xudosi boshlaydi. Simyog'ochlar ham xavfli holatda. Eskirgan. Mana eskirgan. Bu 15-yilda qo'yilgan. Mana bularni yangilab berdik. Mana. Bularni yangilab berdik. Tarafda yangi qo'yildi. O'tgan yil yangilab berdik bularni. Hukumat tomonidan olindi, berildi. Endi nasib qilsa qolganlarini almashtiramiz. Xudo xolasa. Chunki dasturimizda bor. Bu ko'chalar, stadion atrofi, simyog'ochlar mahallada hali ancha qilinishi kerak bo'lgan ish borligini ko'rsatadi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Biz mahallangizga boramiz loyihasidamiz. Siz bilan ozroq gaplashsak bo'ladimi? Mayli, bemalol. Kelingizlar uyga. To'y boshlaganmiz. Rahmat. Mahallada nima o'zgarishlar, yangiliklar, mahalladagilarni, mahalla raisini, hokim yordamchisini taniysizmi? Taniyman. Shu mahallaning qiziman o'ziman. Bular ham shu mahallani ukalarim hammasi. Mahalla raisini ham taniyman, bu ukamni ham taniyman. Juda yaxshi taniyman bularni. Qanday o'zgarishlar mahallada? Mahallamizda o'zgarishlar yaxshi, Xudoga shukr. Nimalar bo'lishini xohlaysiz? Mahallamizdami? Nimalar bo'lishini xohlaymiz? Shu paytgacha juda ham ko'p yangiliklar bo'lyapti. Bizga juda ham ko'p yordamlar ko'rsatyapti. Anchagina yutuqlarga erishganmiz. Bundan keyin ham yuqori yutuqlarga erishishni xohlaymiz. Pog'ona chiqishni xohlaymiz. Mana shu o'zim ham yatitimiz bor, bizlarni yumshoq o'yinchoqlar ishlab chiqaraman. Boshida shu qiziqishim bo'lganligi uchun boshida bitta ikkita qilib nima qilganman, keyin shu faoliyatim kengaytirish bo'lgandan keyin mahallaga bordim. Mahalla
ukam juda katta mahalla raisi, bu ukam juda katta yordam qildi menga, faoliyatimizni kengaytirganmiz. To'ylarni yaxshi o'tkazib oling, muborak Rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, rahmat. Charchamang. paxta chopig'iga chiqadigan ayol qo'rchoq ishga qiziqishi bo'lgan ayol kishi edi. O'shan qiziqishini o'rganib, hozirgi kunda 60 kishini ish bilan ta'minlaydi. Bu katta yutuq. Qo'yil, mahallada 60 kishini ish bilan ta'minlash. Mahallada hali ham aylanib yuribmiz. Keling, quyosh botguncha shu mahalladagilar bilan suhbatlashsak, nima deysiz? Men bu hovliga kirib ko'raylik. Mahallangizga boramiz loyihasidamiz. Maylimi hovlingizni? Tasvirga olsak, siz bilan gaplashsak. Juda chiroyli ekan. Ishkomlar. Nechta tok bor bu yerda o'zi? Bilmayman, 60 metrda uzunligi. Nechta bo'lsa kerak? 50-60 ta bo'lsa kerak. Oftob umuman tushmasa kerak. Yo, oftobga tushirmasa bo'lmaydi, pishmaydi yaxshi. Kasal tegib qoladi, shamollatib olamiz. Soya salqin. Ha, soya salqin yaxshi. Mazza ekanda. Juda chiroyli ekan. Bu yoqda pandiklaringiz ham bor ekan-a? Pandiklar bor, 2 ta mana. Nima ekilgan? Bodiring, mana bunisi bodiring, bunisi ham bodiring. Ertaroq, bu kechqurun ekan. To'g'risi shu mahallada yashagim kelib qoldi. Yana. Suvni qarang. Suvlar bor. Zo'r. Mahallada nima o'zgarishlar yana? Nimalar bo'lishini xohlaysiz? Mahalladagilarni taniysizmi? Yettilikni kelishadimi siz? Ha, mana shu pandiklarni ham shular qilib berdi. Mana Amir degan yigit, mana Toshmar Usmon mahallamiz suvlar chiqyapti, pandikni ham kredit qilib olib berdi. Mana shu yordam qilyapti, yordami shuda. Imtiyozdan foydalaning. Ha. Bular berganman, mehnat qilmasa ham bo'lmaydi-da. Bular pul berganmini uni ishlatib berish kerak. Shu kredit oldim deyapsiz, kredit olib issiqxona qildim deyapsiz. Foyda ko'rdingizmi? Kreditni yopishga yetdimi? Topgan daromadingiz? Ha, 2 ta olim, bittasini yopib tashlamiz, bittasi qolgan. Uni yopib tashlaymiz, xudo xohlasa. Ha, daromad yaxshimi? Ha, yaxshi. Necha kilodan olasiz? Tovuq ham boqar ekanlar, qarang. Tovuq ham bor ekan-a? Bir yillik tovuq bor. Sayfona va tajribasiga mo'ljallangan qonunlarimizdan biri, namunali qonunlarimizdan biri. Ham mahallamizda har bir mahallada bobo dehqon har bir mahallada bo'lishi kerak deydi-ku. Bizda ham bobo dehqonimiz o'sha, mana shu kishi ham vet aplikasi ham bor. Bu xonadon egalarining mehnatini ko'rib, tasanno aytib yuborasiz. Bo'yimdan baland bodringlar, parrandachilik, uzumchilik barchasi bir nuqtada birlashgan. Nimagadir ko'chalarda odam ko'rinmayapti. Hamma tomorqasida band bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? To'g'risiz? Siz bilan gaplashsak bo'ladimi ozgina? Mahallangizga boramiz, loyihasidamiz. Nima ekkansiz tomorqangizga? Tomorqamizda har xil mevalar bor. Asosan mana shu limonchilik 2018-yilda tashkil qilganmiz. Birinchi boshlab 20 limon olib ekkan edik. Super mer nomidan olib ekkanmiz. Shu 20 ta bu 3 yilda hosilga kirdi. O'tgan yili 1 tonnadan oshiq 20 tadan 1 tonnadan oshiq limon oldik. Oho, qanchaga sotdingiz? Qariyb 25 milliondan ziyodga sotdik. Bitta nimasidan. Keyin bahorda yana yonidan kovladi, ozoq yer bor edi. O'shanga yonidan yana tashkil qildik-ku, yana 30 tut shu Andijon viloyatidan yangi nomlardan olib keldik. Xudo xolasa, bu yangi yondagi yangi nima bo'ldi. Bu yerda esa qo'shnijonlar limonchilik bilan shug'ullanib, yaxshi daromad olyapti. Ha, qalovuni topsang, qorni ham yondirish mumkin ekan. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Sog'liklar zo'rmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz zo'rmisiz? Yaxshi, rahmat. Salomatmisiz? Bezovta qildik. Yo'q, Siz mahallangizga boramiz loyihasidamiz. Xonadoningizga kelib, to'g'risi havas qilsa arziydi. Mahallada nima o'zgarishlar? Mahalla yettiligini taniysizmi? Mahalla raisi, hokim yordamchisi kelib turadimi? Endi hozir ancha narx topib qoldik, biz qaridik, kasalchilik.
yaxshi, lekin suv keldi deb eshitdim. Mana suv ulab kelyapti. Gaz ham kelib qolsa toza ham yaxshi bo'laydi. Mahallada nima o'zgarishlar bo'lishini xohlaysiz? Yoshlar uchun, ayollar uchun. Eng qizig'i xonadon onaxonining gaplari bo'ldi. Futbol yutdimi? Chempion bo'ldi hamma. Rosta. Futbol ko'raman. Mana Abbos. Shularga o'xshagan bolalar ko'payversin. Bizning mahallamiz ham chiqsin. Men nevaram ham futbolist bo'laman degan niyatdaman. Yaxshi hammasi, Xudoga shukr. Qisman bizning qo'limizda. Bu uzoq yilgi mehnatlar samarasi. Endi O'zbekiston jahon futboli sahnasida. Salomat bo'ling. Kelgusi safar albatta mehmonga kelamiz. Nasib. Salomat bo'ling. Rahmat. O'zi ham ishga kirishib ketganimizdan ko'chadagi odamlar ham, do'konchilar ham kameramizdan chetda qolmadi. Ha? Assalomu alaykum. Siz bilan gaplashsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Ozgina. Yaxshimisiz? Mahallangizga boramiz loyihasidamiz. Mahallada nima o'zgarishlar? Mahallamiz yaxshi. Nima yangiliklar bo'lyapti? Nimalar bo'lishini xohlaysiz bolalaringiz uchun, o'zingiz uchun? Hamma bog'chalar, hamma sharoitlarimiz bor. Shukr, nolimaymiz yaxshiligi mahallamiz. Ko'chalar, elektr, gaz, Svitlarimiz bor. Gazlar vaqtida kelyapti hammasi. Vaqtidan ham oldin kelyapti hozir. Shukr, yaxshi hammasi. mahalla yettiligini taniysizmi? Mahalla raisi kim? Usmon aka boshman. Hokim yordamchisi kim? Amir aka. Xotin-qizlar faoli kim? Sarvinoz. Nasibova. Ijtimoiy xodimchi. Sarvinoz. Rahmat sizga. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Savdo do'kon ochiq turar ekanda. Xohlagan odam kelib, xohlagan narsasini olib ketaveradi. Hamma kendiga ishonadi. Ha. Bir-biriga ishonadi. Hech kim bir-biriga xiyonat qilmaydi. Kameradan qochib. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshi. Charchamayapsizmi? Mahallada nima o'zgarishlar? Mahallamiz yaxshi. Namunali mahallalardan. Mahallakomimiz ham yaxshi. Biz xursandmiz mahallakomdan. Yaqinda qaytadan saylov bo'ldi, yana qayta o'zini sayladi yaxshiligi uchun. Mahallaga yordami tegadi. Mahallamiz tinch, eng muhimi. Hamma xursand. Rahmat sizga, savdongizga baraka. Biz esa davom etamiz. Juda ham kam vaqtimiz qoldi. Vaqt oliy hakam. Kunni quvib, sekin-asta oqshom ko'rpa yoyay deganda ko'rsatuvga yakun yasadik. To'g'risi, bu yerdagi odamlarning kayfiyati, ularning yuz ko'zidan sezilib turibdi. Odamlar juda xursand. Islohotlar samarasidan, o'zgarishlardan, yangiliklardan xursand. Va biz keyingi mahalla tomon yo'l olamiz. Shuni aytib o'tib ketish shoxsan ham bu mahallaga kelib turib men juda ham katta taassurotlarga ega bo'ldim. Ko'rdingiz, har xil mevalardan tatib ko'rdim, har xil mevalar navini ko'rdim, odamlarning ahilligini ko'rdim. Eng asosiysi mahalla yettiligini juda ham yaxshilashini bu yoqda guvoh bo'ldim. Umid qilib qolamanki, bundan keyingi boradigan mahallalarimizda ham yettilik shunaqa ishlaydi deb. Eng qizig'i, mahalla yettiligi qaysi xonadonga kirsak aniq bilyapti-da, nima masalasi bor, qanaqa fikrda, qanaqa o'yda, hammasini aniq tiniq bilib, xulosasini berib, kerak bo'lsa, ishni nimadan boshlagan, hozir qaysi bosqichda bilishyapti va odamlar ham hammasi mahalla yettiligini tanir ekan. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi manzil, keyingi mahalla sizniki bo'lishi mumkin. Ko'rishguncha.